Domstro ilovasidan qanday foydalanish kerak? Avvalo uni yuklab olamiz. Buning uchun App Store yoki Play Marketga kiramiz va qidiruv bo'limiga Domstro deb yozamiz. Qidirish tugmasi ustiga bosamiz. Ilovamizni yuklab oldik. Bu yerda kerakli tilni tanlaymiz va davom etish tugmasini bosamiz. Ilovaga kirganimizda pastki o'ng tomonda profil bo'limi bor. Kiramiz. Kirganimizda mana shunday oyna ochiladi. Kirish tugmasi ustiga bosamiz va pastdagi ro'yxatdan o'tish tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerga ma'lumotlarimizni kiritamiz. Ma'lumotlarni to'ldirib bo'lib, foydalanish qoidalariga rozilik berib, davom etish tugmasini bosamiz. Mana ro'yxatdan o'tib oldik. Bu yerda asosiy oyna ochiladi. Oynaning yuqori qismida do'konimizdagi yangiliklar, turli xil bonuslar va aksiyalar. Pastroqqa tushamiz. Bu yerda tavsiya etilgan mahsulotlar bo'limi. Uning pastida kataloglar bo'yicha o'zingizga kerakli mahsulotlarni tanlab olishingiz mumkin. Misol uchun, sizga aboy kerak. Unga qanday qilib buyurtma berish mumkin? Aboylar bo'limiga kiramiz. Kirganimizda turli xil aboylar kelib chiqadi. Bu yerda o'zingizga ma'qul kelganini tanlab xarid qilishingiz mumkin. Deylik, sizga palitra 72384 raqamli aboy ma'qul keldi. Uni ustiga bosamiz va bu yerda mahsulot haqida barcha ma'lumotlarni tekshirib olishingiz mumkin. Mahsulotni xarid qilish uchun savatchaga qo'shish tugmasi ustiga bosamiz va bu yerda sizga nechta kerak bo'lsa qo'shib olishingiz mumkin. Deylik, 5 ta kerak. Endi savatcha tugmasi ustiga bosamiz. Savatcha bo'limida xarid qilib turgan mahsulotimizning umumiy narxi ko'rsatilgan. Endi xarid qilish tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerda qaysi hududga mahsulot yetkazib berish kerakligi ko'rsatilgan va o'zimiz yashab turgan hududimizni tanlaymiz. Ma'lumotlar yana ham aniqroq bo'lishi uchun bu yerda turgan joyimizni lokatsiyasini belgilab ketamiz. Ma'lumotlarni tasdiqlaymiz. Davom etish tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerda bizning ism, familiyamiz va telefon raqamlarimiz ko'rsatilgan. Davom etish tugmasi ustiga bosamiz va oxirgi bosqich, bu yerda o'zingizga ma'qul bo'lgan to'lov turini tanlaysiz. Agar sizda promokod bo'lsa, uni shu yerga kiritib, xarid qilgan mahsulotingizni chegirma narxda olishingiz mumkin. Hammasi ma'qul bo'lsa, davom etish tugmasi ustiga bosamiz va buyurtma jo'natildi. Buyurtmangizni qanday holatda ekanligini sizga bildirish nomi orqali eslatib turiladi yoki o'zingiz buyurtmalar bo'limi orqali ko'rib turishingiz mumkin.